好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是第5单元阿里木的新房子。Bugün öğreneceğimiz 5. kısım Alim'nin yeni evi。阿里木的新房子怎么样？阿里木是怎么布置他的房子的？好，那今天我们就来看一下这一课的内容。一样，我们首先要学习的是生词。那么今天我们已经学到第5单元了啊，第5单元。那越往后，老师的这个维语呢会越来越少，汉语会越来越多。希望同学们怎么样？更认真一点啊，更认真一点。Bugün biz mushu 5. kısımga kelib boldik. Hesapda kitapning yarmi tugadi desak bo'ladi. Buningdan keyin mush dars o'tgan vaqtimizda Hanzu tilini bara ko'paytib, Uyg'ur tilini bara azaytamiz. Mushunda qilgan chaqda biz mushu Hanzu tilini texmi yaxshi, texmi o'lchamli qilib o'rganalaymiz. Garchi azroq jafo tortsaqmi, lekin jafoga chidishimiz kerak. Amsa dersini başladık. Aval ham söz。好，首先我们要学的是生词。先生，先aldıda öğrenip bolğango, ma'nisi nimeti? Aval dey. Şunago qandaq yazımız? 撇横横竖，撇竖弯钩 qılıdık。那么生呢是撇横横竖横。好，那么先生两个词放到一起呢，意思是 efendim。王 efendim desek 王先生。那么李 efendim bolsa 李先生 deymiz。那么 efendim ni 先生 hanım desek 就女士。女士。Şuning uchun ba'zan bir faoliyatlarni boshlagan vaqtida hanımlar, efendiler deb so'zlagan vaqtida 女士们、先生们 deydi-ku. Mushu xat shu va 先生 efendim。好，onda bo'lsa ikkinchi so'z 为 yazilishi 一个单人旁，andan keyin 点横 qilib ikki tal chekib 再来一个横。为 bu nima? Bu bir miqdor so'z-a. Bir ko'pincha nimaga ishlatamiz desak, odamlarga ishlatamiz,用在人身上。那么 为ni ishlatgan chog'da qarshi tarafga qanday hurmat, nihoyatda hurmatimiz borligini bildiradi. 那么一般情况下，比如说biz notanish odamlarga bo'lgan chog'da bir tal odam desak, 一个人 deb ham o'tib ketamiz-ku. 那么 为 degan vaqtimizda ko'pincha qarshi tarafniki shu kasbini qo'shamiz. 比如说 muallim bir ulug' kasb degan bo'lsak, shu vaqtida bir muallim desak, 一位老师。一位老师。那么 doktorlarmi odamniki shu kasallarni davolaydi, shuning uchun shu 一位医生。一位医生。那bir olim desak deymiz, 一位科学家。一位科学家degandek. 为 degan bu so'z nima? Miqdor so'z-a, miqdor so'z. Odamga ishlatamiz, nihoyatda shu hurmatli ekanligini bildirdi. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z 网。网 bu xatniki yazilishi 竖横折钩，然后一个拔叉，一个拔叉，撇捺啊。Bu xatniki o'ziga qarasaqmi-chu shu xatning ma'nisiga o'xshab turadi. Ma'nisi to'r. To'r-a. Chunki burun shu to'r, iliq rasmiy to'r va mundaq sim to'r. Ashini nim qilaqtimizda mundaq to'rt bejak bo'lgan bo'lsa, mundaq qilib yetadi-ku. Nima shu xat, shu holatni do'rab turib yozilgan xat. Wang ma'nisi to'r. Hozir bu to'rning ikki ma'nosi bo'lib ketdi-ku. Birisi ras to'r. Mushtaq bir narsalarni to'sab qo'yadigan to'r. Uni wang deymiz. Nima uningdan boshqa yana bir to'r va najushu biz shu internetda o'ynayotgan to'rni unimi wang deymiz. To'rga chiqish degani nima deymiz? Shangwang. Shangwang. Hozir hammamiz shu undador telefon, kompyuterlar bilan shug'ullanadigan bo'lib ketdik. Shularning hammasiga nima ketadi? Shuya wang to'r ketadi. Wang. 那么你在干什么？我在上网。那么 man to'rga chiqyaptiman, 我在聊天, paranglashayaptiman 都可以。这里有网吗？
bu yerda tor bormi degan ma'noda chiqadi. Wang tor. Xo'p, unda bo'lsa, keyingi so'z fa 撇折，然后呢，撇横撇捺，eng oxirida bir tal点。fa yo'llash, tarqitish degan ma'noda. Masalan, uchur yo'llash degani fa 短信，fa 短信。Bugun kechda sizga uchur yo'llab, qachon ko'rishadiganligimizni deyman desam, 今天晚上我给你发短信，告诉你明天什么时候见面。好，biror ishingiz bo'lsa, menga uchur yo'llasangiz bo'ladi desak, 要是有什么事可以给我发短信。发 yo'llash, tarqitish degan ma'noda. Fa. 那么 masalan, pul tarqitish degan bo'lsak nima deymiz? 发钱，发钱。Kitob tarqitish, 发书。kiyim tarqitish, 发衣服。maosh tarqitish, 发工资 deydi. 好，发 tarqitish degan ma'noda, yo'llash degan ma'noda. Uchur xabar bo'lgan vaqtida yo'llash degan ma'noda biror narsani bergan bo'lsa, tarqitish degan ma'noda bo'lib chiqadi. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z 出租。出租degan bu so'zga bakchiq deb ketmasakmi bo'ladi? Nimishqa desak, dastlabda biz taksi deb o'rgangan vaqtimizda bu 出租 degan xatni o'rganib bo'lgandik, shunaqa. Hamda bu 出mi necha qitim chiqdi? Iliq 出站口 deb bir chiqqan. 出站口degan nima de? Bekatningki chiqish eg'izi. Nima 出 chiqisha, 租 deganimiz oriyatga berish. 出租 o'sha boshqalarga oriyatga beramiz degan ma'noda chiqadi. Masalan, oriyatga beradigan uy mulklar bo'lgan bo'lsa, o'sha 出租房屋，出租房屋 deymiz. Nima agarda mundaq do'konlar bo'lgan bo'lsa, 出租商铺 desak bo'ladi. Nima mashinalarni oriyatga bersak, 出租汽车 desak bo'ladi. Nima 出租车 bilan 出租汽车 o'xshamaydi yana. 出租车 degan vaqtimizda bu taksi deb tushunamiz ko'pinchimiz. Nima 出租汽车 degan vaqtimizda o'sha mashinani boshqalarga oriyatga berib turamiz degan ma'noda bo'lib chiqadi. Ha, 出租 oriyatga berish. Ha, undan boshqa keyingi so'z 房屋。房屋 ma'nosi uy, ya'ni uy mulk deb desakmi bo'ladi va 房屋。房 degan bu xatni biz oldida bir chiqib bo'lgan. 上面是一个户，点横折横撇。Andan astı bir tal 方，联系方式的一个方，shunaqa 点横横折勾撇。那么屋 degan bu xatjo, ma usti o'xshasha 横折横撇, lekin mana ustida chek yo'q, chek yo'q. Andan astı 道 deb o'rgangan tuqu va dağlar, men keldim deki dağ. Aşı dağning yermi 横撇折点，然后横竖横，房屋 uy mulk. Masalan, uy mulklarni sirtqa ijaraga beramiz degan bo'lsak nima deymiz? 房屋出租，房屋出租。Nima undan boshqa mushu jiqqiliqi uylarni sotadigan yoki bo'lmasa uylarni ijaraga beradigan ashtaq bir shirkatlar bo'ladi-ku. 那么这些公司呢，我们就可以说它是一个什么呀？这个房中介、房屋中介desak bo'ladi. 房屋中介。那么还有这个mushu uylarninki setish yoki oriyatga berish yoki ijaraga berishninki mushtaq ilanlari bo'lgan bo'lsa, uni biz 房屋广告 deymiz. 房屋广告. Nimishqa bu yerda bundan jiq misol olamiz desak, ha, keynida-chu yana bir 房子 degan bir so'z bor. Bu so'zning ma'nosi nima? Uy. Lekin u 房子 deganimiz ig'iz tilda biz ko'pincha uy degan vaqtimizda o'sha 房子 deymiz. Masalan, opangiz nada? Ni mama在哪儿? Uyda. 在房子，在房子里 deb desak bo'ladi. Mening uyim miyada desak, o da 房子在这儿. Bu ig'iz tilda ko'pincha shu o'zimiz turayotgan uyni 房子 deymiz. Nima 房屋 degan vaqtimizda u bir uy mulk bo'lib mangdi. Masalan, 这里的房屋非常的漂亮，非常的多 desak bo'ladi. 它指的是一个整体的概念。好，那么 keyingi so'z 信息。
信息.信息deganimiz uchur. Uchur. Hazır nima davri? Uchur davri. 现在是什么时代？信息时代。信息 yazilishi 一个单人旁，然后呢一个言，不能不是uygunlik bo'lgan，对吧？这个我们已经学完了。那么西呢是上面是一个自己的字，一个字，下面是一个心，yurakdagi心，信息 uchur。sizga bir yangi uchur kelibdi，你来了一条新信息，或者说你有一条新信息desakmi bo'ladi. Ilaqi telefonda undidarda birasi bizga xat yozgan bo'lsa, ekran ustiga chiqadi-ku, "Ning 有一条新信息"的 mushu xat shu, 信息 uchur xabar. 那么信息时代 degani nima? Uchur davri. 那么信息与技术 degan bo'lsa, uchur va texnika degan ma'noda chiqadi. 好，信息 ma'nosini bildik-ku. Keyingi so'z 给 yazilishi 一个绞丝旁，然后呢上面是一个人，一个横，下面是一个口。给 degan bu so'zningki ma'nosi bir necha xil bo'lib qoladi. Avval berish degan ma'noda bo'ladi. Berish. Masalan, opam menga 100 qo'y pul berdi degan bo'lsak, mama 给了我100块钱. Mama 给了我100块钱. Masalan, bu kitobni sizga beray, 这本书给你, 这本书给你 desak bo'ladi. Bu berish degan ma'nosi. Uningdan boshqa yana g'a, qa, ga, ka degan ma'noni bildirdi. Men sizga telefon qilaman desam, 我给你打电话. yoki bo'lmasa 我会给你打电话. Men sizga telefon qildim desam, 我给你打电话了 desak bo'ladi. 我给你打电话了. 那么 uningdan boshqa masalan men sizga tunishtirib o'tay desam, 我给你介绍一下. 我给你介绍一下 desak bo'ladi. 给 ikki xil ma'nosi, birisi berish, 给谁什么东西 desak bo'ladi. 那么 yana birisi g'a, qa, ga, ka. 好, unda bo'lsa keyingi so'zga o'tdik. Da. Da degan bu xatningki ma'nosi sal jiqroq. 首先 mushu xatning o'ziga qarasak ham它就是一个提手旁，然后横竖钩，对吧？那么 asli ma'nosi urush. 打人, odam urush. 那么 uningdan boshqa mushu ko'tirish, ilish degan ma'nosi bor. Masalan, 打水. Ilaqi maktablarda bunda suv og'ili bormiz-ku, suv ilib chiqqan bo'lsak, uni 打水 deymiz. 打开水. 那么 uningdan boshqa masalan, ilaqi oshxonaga kirib tomoq og'ili chiqqan bo'lsak, uni 打饭. 打饭, 食堂. 我去食堂打饭 degandek. 那么 uningdan boshqa yana telefon urush degan vaqtimizdami 打电话 deymiz. 打电话 desak bo'ladi. 好, 打 degan bu so'zningki bugun qancha ma'nosindadir? Shu xil ma'nosindadir. Birisi urush, yana birisi 打水, 打饭 deganga o'xshash. 那么 yana birisi mushu telefon urush degan vaqtimizda 打电话 deymiz. 好, unda bo'lsa keyingi so'z 咨询. 咨询 yazilishi 上面是一个次，一次两次的次， asti bir tal 口 zi. 询 deganimiz 一个言字旁 andin 一个撇横折钩 qilib o'ttirib bir tal ri, ri degan xat. 咨询 maslahat so'rash degan ma'noda chiqadi. Maslahat so'rash. Masalan, hissiy maslahat so'rash desak, 心理咨询 deymiz. 心理咨询. 那么 bir maslahat so'rab baqsam degan bo'lsak, u vaqtida 我想咨询一下 desak bo'ladi. 我想咨询一下. 咨询 maslahat so'rash, ya'ni surishtirish desakmi bo'ladi. 好，下面一个词房子。房子，我们刚才已经说了，这个房子呢，buningmi tarjimasi nima? Uy. Lekin bu房子, bu uy degan vaqtimizda biz odatda turayotgan shu uyimizni biz 房子 deymiz. Nimcha 房子 在哪儿? Sizlarningki uyinglar qayerda?
也就是turvatqa uyinglar. Bizning uy bek cho'ng desek, 我们家房子特别大 deb desek bo'ladi. 房子 uy. 好, apingiz uydimi? 你妈妈在不在房子? yoki bo'lmasa 你妈妈在不在房子里 desek bo'laveradi. 好，房子会了吗？下一个词是是 哎 mushu ustida bir tal bolga aytov anan keyin hang撇折点qilib hang shu hang tov degan xat esimizda bormi? Shu tov degan xatninki so'l tarafi. Nima shi degan bu so'zniki ma'nosi 就是什么样? Mundaq bir uyni ya bo'lmasa xonani shi deymiz. 那就是masalan hujra degandek. 比如说 mushu uylarga kelgan vaqtimizda mushu bir hujra, bir zal degan bo'lsak, yi shi yi ting deymiz. Shi ne uyning ichida bo'lsa shi ne. 那 sirtida bo'lsa shi vai degandek. 今天我们在室外上课. Bugun biz sirtda dars o'tamiz degandek. Shi vai shi ne. 好, keyingi so'z ting zal. Ting zal. Yezilishi hang pie. 给行竖钩啊。那么听这个词的意思是什么呀？刚才说了是 zalda do'qishunag'u。那么mushu uydagi mehmonxonamizni 客厅 deymiz. 客厅。那么tamoq yeydigan yerni 餐厅 deymiz. 那么masalan mushu yilqi binolarniki bir cho'ng zallari bo'ldi. 大厅 deb qo'ydi. 大厅 ting zal degan ma'noda. Unda bo'lsa keyingi so'z 平方米 平方米 平横 kichik 横 然后一个竖对吧 方 yana bir qatam paydo bo'ldi 对吧 一个点横 然后呢横折钩撇 米 gurishdagi 米 对这个我们之前已经学过了 平方米 bu gurishdagi bu michu gurishmi bo'ladi ham metrmi bo'ladi 那么平方米 bo'lgan chaqda kvadrat bo'lib mangadi 100 kvadrat desek 100平方米 那么 lekin biz 100平方米 那么 200 kvadrat bo'lgan bo'lsa 就是200平方米 bo'lib mangadi 好平方米 kvadrat 有没有问题 unda bo'lsa keyingi so'z 家具 uy saymonlarini 家具 deymiz. 家 degan uy shunaqu. 具 degan ma'noda qanday yozamiz? Shu hang zhe, hang hang, hang. Anan degan yana bir hang. Ma o'tirda qancha tal hang bor? 3 tal hang bor. Ostiga 2 tal chekit. 2 tal chekit. 家具 ma'nosi uy saymonlari. Uy saymonlari setib oldingizmi? 你买家具了吗? 你买家具了吗? Bizning uydagi uy uskunlar sal ko'nrab qopti. Yangisini almashtirmoqchi degan bo'lsam, 我们家的家具旧了. 我们家的家具旧了. 要换新的. 要换新的 desek bo'ladi. 家具 uy uskunlari, uy saymonlari. 好, amsa keyingi so'z 家电 家电 ma'nosi uy tok saymonlari. Uyda ishlatadigan tok saymonlarni 家电 deymiz. Nima qaysi narsalar 家电 bo'ldi? Masalan, televizor, to'nglatqu, andan keyin masalan havo tangshig'ishtamdoq yoki bo'lmasa to'xbar qatorliqa. Mushularning hammasini biz mushu oilada ishlatadigan tok saymonlarni qo'shiblam 家电 deymiz. Nima uy saymonlari, uy tok saymonlari hammasini qo'shib kelgan vaqtimizda 家具, 家电 desak bo'ladi. Masalan, bizning uyning mushu uy uskunlari, uy tok saymonlari hammasi to'liq degan bo'lsak, 我们家的家具家电很齐全 desak bo'ladi. 我们家的家具家电都很齐全 desek bo'ladi. 好，这个没有问题了吧？好，下一个词做饭。做饭 bu burun bir so'zlab baqqan to'qa. 做 qilish
qilmak etmek degan tuqu一个单人旁，一个食，一个骨一个口嘛qo'shib kelsak gu bo'ldi然后一个反文。那么饭deganimiz tamoq shunaqo一个十字旁，然后后面是一个反，做饭。做饭degan bu so'zningki ma'nosi tamoq idish, tamoq idish. Masalan, "Apa, tamoq etdingizmi?" desam, "Mama, 你做饭了吗？ Mama, 你做饭了吗？" desam bo'ladi. Amsa keyingi so'z 洗澡。洗澡，洗degan bu xat qanday yozildi ekan? 三点水，三点水，然后一个先生的先，对不对？ dastlabki先生的先，andan degan avvaldagi先，洗。澡degan xat 也是三点水，andan ustida 一个口，两个口，三个口，andan ostida bir tal mu yog'ochi。那么洗澡degan bu so'zningki ma'nosi ikkinchi xatninki ustida-chu 三点水 suv bor ekan. Buni nima desak? Munchug'i tushish, yuyinish. Munchug'i tushganni, yuyinganni 洗澡 deymiz. Masalan, 10 minut saqlab turing, men bir yuyinib chiqay degan bo'lsam, 等我10分钟，我去洗个澡。等我10分钟，我去洗个澡。Tunugun akşam munchug'i tushdim degan bo'lsam, 昨天晚上我洗澡了 desek bo'ladi. 洗澡 munchug'i tushish, yuyinish. Andan 宽待。宽待这是一个名词是吧? Hammamiz bilamiz-ku deyman. Keng balvoqliq to'r. Odatda uyga qandaq uy bo'lsin bo'ldi, ishxona bo'lsin bo'ldi, qandaq bo'lgan chaqda biz to'rga chiqa olamiz? 怎么样才能上网呢？家里面有宽带的时候，我们就可以上网。那么宽带意思呢是 keng balvoqliq to'r。那么宽带bu xatniki yozilishi qandaq? 上面是一个宝盖头。andan 横竖竖 asti 是一个见面的见，带degan xat 横竖竖竖，然后呢是一个撇横钩 asti 一个巾，毛巾的巾，宽带 keng balvoqliq to'r. Masalan, bizning uydagi mushu keng balvoqliq to'r to'xtab qopti. Buni odatda biz mushu qisqartib to'rlam deymiz. Bizning uyda to'r to'xtab qopti desak, 我们家的宽带停了 desangiz bo'ladi va 我们家的宽带停了。好，宽带mushu to'rni qochilgan vaqtimizda nima deymiz? 安装宽带，安装宽带 desak bo'ladi va 好，unda bo'lsa keyingi so'z 小区。小区，bu 小区deganimiz o'tiraqliq rayon。小 cho'ng kichikdagi 小 shunaqo 一个竖钩点点。那么区 avval 横，然后撇捺呢 yezib andan 竖折 qilamiz 小区 o'tiraqliq rayon. Sizlarning uy qaysi o'tiraqliq rayonda desak, 你们家在哪个小区？你们家在哪个小区？ Masalan, bizning uy 新源 o'tiraqliq rayonda degan bo'lsak, 我们家在新源小区。新源小区 desak bo'ladi. Hop. Masalan, yana bir jumla tuzgan bo'lsak, 比如说 bu qaysi o'tiraqliq rayon degan bo'lsak, 这是哪个小区？这是哪个小区 desak bo'ladi. 好, unda bo'lsa keyingi so'z 环境。环境 muhit muhitda. 那么 yezilishi aldi 是王，对不对？一个王 and then keyini bir tal bu, yaxtiki bu. 那静 静 muhit bu muhit bo'lgan chaqda sho'shen bu atrofda nima mushu yer bo'lish kerak-ku bu yerda. Shuning uchun oldida bir tal tu. 那么 usti bir tal li. Li, ya'ni jan degan xatninki so'l tarafiga bir tal li. Andan bir tal ri, kundagi ri, andan 撇竖弯钩 ya'ni ar. 好，环境 ma'nosi nima dedik? Muhit dedik. Bu yerning muhiti bek yaxshi ekan degan bo'lsak, 这儿的环境非常好。这儿的环境非常好。yoki bo'lmasa, bu o'tiraqliq rayonninki muhiti nihoyatda yaxshi ekan desak, 这个小区的环境非常好。
这个小区的环境非常好desek bo'ladi。好，环境nima muhitda muhitni qo'g'dash desak nima deymiz? 保护环境。保护环境 muhitni qo'g'dash hammamizning mas'uliyati degan so'zni 保护环境人人有责。保护环境人人有责desak bo'ladi。好，这个呢是环境。下一个词租金。租bayam出租能写的语言都是那个一个和然后一个且。那么租是 ijara berish, ariyat berish degan ma'noda. Jing bu nimaga qarata bo'ladi? Jing asli oltin deganni bildiradi, ya'ni pulni bildiradi. Nima zujing deganimiz 就是 ijara haqqi. Ijara haqqi, zujing. Masalan, bu uyninki ijara haqqi qancha pul desak, 这个房子租金是多少钱？这个房子租金是多少钱？ Bu ijara haqqi bek qimmatgan degan bo'lsak, 租金太贵了。租金太贵了 desak bo'ladi。好，租金 ijara haqqi。Andan 多少 qancha pul 多少钱 qancha odam 多少人 ko'pinchisi mushu sonini so'rag'an vaqtimizda qanchalik deb so'rag'an vaqtimizda 多少ni ishlatamiz. Masalan, qancha kilo desak, 多少公斤? Sizlarning sinfda qancha odam bor desak, 你们班有多少学生 desak bo'ladi. 多少? Eng oddiy, eng ko'p so'zlaydiganimiz shu bir narsalarni setib olgan vaqtimizda bahosini so'rash. Ya'ni 多少钱 deb. Nima shu ijarasi qancha pul degan vaqtida bayam nima dedik? 租金是多少 deganga o'xshash. Amsa keyingi so'z 钱 deganimiz nima? Pul. Shuning uchun oldi 是一个金字旁。金字旁。那么 qanday yozamiz? 撇横横竖提。然后横横 andan keyin 斜勾撇点。钱 pul degan gap. Qancha pul desak 多少钱? Menda pul yo'q, 我没有钱。Sizda pul bormi? 你有钱吗？好， uning puli behjiq desak, 他特别有钱。那么 puldor odam desak, 有钱人 desak bo'ladi. Biz buni anglagan vaqtimizda 什么富翁啊，特别的什么怎么样的 anglagan 土豪 debmi deydi hozir shunaqa土豪。那么这个也可以说是什么呀？有钱人。他是有钱人，那就是 u bir puldor odam degan ma'noda chiqadi. 钱 pul. Keyingi so'z 元 yezilishi 横横撇竖弯钩. Va ustidagi pie deganimiz ustiga chiqib ketmaydi. Miya bo'shliq, miya o'rtasida hech nima yo'q, ikki hingning o'rtasida. Ha, yuan degan bu pulninki birligi. Shunday, 1 yuan, 2 yuan, 3 yuan deymiz, yuan, 2 yuan degandek. Menda 10 yuan pul bor desak, 我有10元钱. Bu kitob 30 yuan ekan desak, 这本书30元 degandek. Yuan pulning birligi. 好。包 degan bu xat 撇横折钩 anandagi 横折横竖弯钩bo'lib chiqadi. Bu xatninki ma'nosi o'xshash, xarakteri o'xshamasa, ma'nosi ham o'xshamaydi. Masalan, ism bo'lgan vaqtida包 deganimiz somkani ko'rsatadi. Masalan, bu mening somkam desam, 这是我的包，这是我的包。那么yana bir ma'nosi, masalan, bir aqlam ko'tirib olganni mushu o'z ichiga olib ketgan vaqtimizda bao desakmi bo'ladi. Masalan, bu xizmatni sizga berdim, siz qiling degan bo'lsam, 这个工作包给你了 desak bo'ladi. Nima uningdan boshqa shu o'z ichiga elish degan bo'lsak, 包括 deb, ya'ni 包什么什么什么 deb desak bo'ladi. 好，包没问题了吧？ Keyingi so'z 暖气费。暖气 degan par. Qanday par degan issiq bo'ladi, shunday nuan deganimiz issiq degan gap. Bu qanday bo'lsa issiq bo'ladi, kun bo'lsa issiq bo'ladi. Shuning bilan oldi bir 日字旁，然后 keyni 我们来看啊，撇点点撇，
Yaxşı görüşdiki ay degenden ki üstüge oxşap qalıdı. Andan heng heng qılıb pie, heng pie na, 这是暖degen hat. 那么气撇横横，横折弯钩，这是气 gaz degan ma'noda chiqadi. 暖气 bir yerga kelsa par bo'ladi. 肺横折横，竖折折钩，keyin撇竖bo'lib, eng ostiga shu beyzi pang shunaqa bu pul bilan munosabatlik bo'lsa-lamchu, shu beyzi pang chiqadi. Ostiga bir tal beyzi pangni ekilamiz. 暖气肺 Fey degan haq degan gap. O'sha par puli yoki bo'lmasa par haqqi. Par haqqi. Masalan, bu uyning 1 yillik par haqqi qancha pul desak, 这个房子1年的暖气费是多少钱？这个房子1年的暖气费是多少钱？ deb so'rasak bo'ladi. 暖气费 没有问题了吧？ Astidagisi 物业费 fey degandeki o yanala haq bo'ldi shunday, shu ustidagisi bilan o'xshash. Nima 物业费 deganimiz g'ujuluq haqqi. Masalan, bu rayonning g'ujuluq haqqi bek yuqori desak, 这个小区的物业费非常高。这个小区的物业费非常高。那么 bu rayondagi g'ujuluq haqqi qancha pul bo'ladi desak, 你们这个小区的物业费是多少钱？物业费是多少钱？好，方便，方便，方 chiqib bo'lgan oldi. 那么变 deganimiz 也是也出现过啊，一个单人旁，然后呢一个横竖横折横横，然后撇捺，方便。方便degi ben qachon chiqqandi? 随便 deganni o'tgan vaqtimizda chiqqan, to'ba. Nima 方便 deganning ma'nosi qolaylik. Yana birday qolaylik. Masalan, 你现在方便吗 desak bo'ladi. Sizga gap qilishga qolaylikmi degan bo'lsaqmi, 你方便说话吗 desakmi bo'ladi. 方便 qolaylik. Endi mishada bir kichik bir narsani so'zlab o'tib ketay. 方便 degan bu so'zningki yana bir ma'nosi bor. U bo'lsa-mu hojat qilish. Ya'ni buni qanday vaqtida ishlatamiz desak, masalan, siz hozir bir avtobusda ketib borasiz. Uzun yo'llik avtobusda mangan bo'lsangiz, endi ashtaq bir ahvollarga uchrab qolgan vaqtimizda shofirni oldiga berib, "Shofir ustam, xap bo'lmay bir mashinani to'xtatsangiz, men bir pastga dikkada tushib chiqay" degan bo'lsangiz, balkim ba'zan shofirlar tushunadi. Kıy deydi. Nima tushunmay qolgan bo'lsa, "为什么呀?" deb so'rasa, "你说我想方便一下" desangiz, eng ilmiy holatda o'zingizning maqsadingizni bildirgan bo'lasiz. Endi keyingi so'zga ketdik. 地址 地址deganimiz adres. Sizlarning uyning adresi nada desak, 你们家的地址是哪儿？这个地址是什么 deb so'rasak bo'ladi. 地址. Nima di degan qaysi di? Yerdagi di shunaqa, shuning uchun oldida bir tal tu, keyin keyinda bir tal ye bor. Nima chi bu adres bo'lgandan keyin albatta bu yer bilan munosabatlik oldida yana bir tal tu bor, andan keyin shu hang shu hang. 正好dagi 正 degan xat esinglarda bormi? Shu 正 degan xatning ustidagi shu bir hingsini yo'q qilib olsak, 就是shu 地址dagi 址 degan xatniki o'ng tarafi bo'lib chiqadi va 地址 adres. 能告诉我你们家的地址吗? Sizlarning uyning adresini menga deb bersangiz bo'lamdi degan ma'noda bo'ladi. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z lov. Lov oldi bir tal mu, usti bir tal mi, osti bir tal qiz nu. Shunaqa 3 xatni qo'shib kelsak, lov degan bir xat chiqadi. Nima lov degan bu xat bina deganni bildirdi va bina. Ism bo'lsa bina. Bir bina.
Əgərdə miqdar qılıb işlətgan vaqtimizda o munda qavatni bildirdi. Məsələn, birinci qavat desək yellow, ikinci qavat arlow. Demək, low'nun qancha ma'nosi var? 2. İsim bo'lgan vaqtida shu binoningki o'zini ko'rsatib beradi. Va judun low, 非常的高 desək bo'ladi. Bu bino bak egizganda. İkinci xil ma'nosi miqdor qilib ishlatgan vaqtimizda bunda qavatni bildiradi va birinchi qavat, ikkinchi qavat, uchinchi qavat yellow. Bizning uy 3-chi qavatda desak, 我们家在3楼，我们家在3楼 deymiz. Hop, undaq bo'lsa, ya'ni ikki tal 专名词啊，专名。那么bu 专名ga qarab baxsak, birinchisi 幸福路。Odatda shu yo'llarning bir ismi bo'ladi-ku. Masalan, ittifoq yo'li, u yo'li, bu yo'li degandek. 幸福路 deganimiz baxt yo'li degan gap, baxt yo'li. Ha, onun kendisi 新源小区。那么新源小区deganimiz biz buni Xingni yangi yuan degan bog'cha, yangi bog'cha o'tiraqliq rayoni desak bo'lmaydi. İsimlarni tarjim qilgan vaqtimizda shu ismni asli bo'yicha deymiz. Shu vaqtida Xinyuan o'tiraqliq rayoni bo'ladi. Mening uyam baxt yo'lidagi Xinyuan o'tiraqliq rayonida desam, 我家在幸福路的新源小区里 desek bo'ladi. 我家在幸福路的新源小区里 desek bo'ladi. 好，那今天的课呢，我们就算是讲完了。现在跟老师一起把今天所学的词一个读2遍。好，开始了。先生，先生，为往发出租房屋信息给打咨询房子是听平方米家具家电做饭洗澡宽带小区环境租金多少钱元包暖气费物业费方便地址楼幸福路新源小区好，那亲爱的同学们，今天我们的课就到此为止了。作业每一个生词抄2行，选择其中的5个造句，好吗？希望同学们能够认真完成作业。Yana bir qatimdab o'tay. Darsimiz bu yerda oyoqlashdi. Bugungi topshiriq har bir so'zni 2 qo'rdan ko'chirib, 5 ni tanlab cümle tuzib olsak bo'ladi. Ha, unda bo'lsa, kelarki sonda ko'rishaylik.